Turmushga chiqmoqchimisiz? Ha? Yaxshi bir insonda ko'nglingiz bormi? To'g'ri ayting uni, ota-onangizga ayting. Buni nima uyat joyi bor? Ayting, kelishing, borib gaplashing, ko'rishing. Masalani hal qiling. Yashirincha nikohni nima qiziq? Nima keragi bor uni? Ya nimaga yashirincha bo'lyapti? Siz qiz bola bo'lsangiz, yashirincha sizni olgandan keyin ertaga bir marta totib ko'rgandan keyin sizni ko'chaga chiqarib qo'ysa, qayoqqa borasiz? Kim himoya qiladi sizni? O'ylayapsizmi shuni? Yaxshi gapirsa, ishonib ketaverishlik, boshingizni silasa, shu yaxshi qo'l ekan deb ketaverish to'g'ri emas. Real hayot ya'ni qaytish kerak. Ijtimoiy tarmoq real hayot emas-ki. Ijtimoiy hayotni deb juda ko'p oilalar buzilib ketdi. Ijtimoiy hayotni hayot deb o'ylab. Instagramimni bermasang buzaman oilani. Shunaqalar bo'ldi. Kimdir ko'nglingizga tushib qoldimi? Yozing, hal qiling shuni. Masalani o'sha ota-onangizga, akangizga, tog'angizga, yaqinlaringizga ayting yoki ayttiring. Ana yoqtirgan odamingiz sovchi bo'lsin. Ochiqcha bo'lsin hammasi. To'y bo'lsin, baxt ko'ring, baxt. Jihad qilamiz, Qur'on o'qitaman, ilm o'rgataman. Boring, nima bo'ladi oxiri?